Siz Surxondaryodan keldingizmi? Omon bo'ling-da. Nima Surxondaryolik mashina sotgan kelishyapti, olgan kelishyapti. Tavakkalga keldingizmi? Yo, aynan sotaman deb keldingizmi yo? Ha, unday bo'lsa sotasizda. Ya shunchaki kirdim siz sotmaysiz-da. Bexuz ko'rib chiqdingizlarmi? Kraskasi qanday ekan? Kraska bor, ishga vakum bor, ortga vakum bor. Ha. Arkada xona sepilgan, klap ochilgan. Yurgani qancha edi? 177 ming. 177. Endi Surxondaryodan ekansiz, mehmon. Mehmonni biz yaxshi ko'ramiz. Qashqadaryo xalqi shunday. Lekin bitta narsa. Savdodan boshqa to'g'ri kelib qoldingiz. Boshqa sal qattiqroq savdo qilishga harakat qilaman, nima olishga harakat qilaman. Siz ham sotishga harakat qiling-da, baland parvoz narx aytmay, bir chiroyli narx ayting. Nech bilyapsiz? 170 ming. Yo'q, hozir tushuntirdimmi men sizga? Baland parvoz bir narx aytmaymizda, bo'ladigan qilib, siz ham meni xafa qilmang, men ham sizni xafa qilmayman. Sizdan so'rasizmi 170 ming? Kelishtirib aytish kerak. Hozir men so'rasam, xuddi kim bir yerga urib so'raganday bo'lib qolaman. Narx-navodan qanday xabaringiz o'zi? Xabar? Qanday endi? Endi chiqishim mumkin, o'zimizga ham chiqdim denorga, o'zimizga. Har xilda endi. Instagramdan qandaysiz faollik? Ko'rish. Yaxshi. Yaxshimi? O'sha Instagramdan mana bir 2-3 kun bo'ldi, bitta video chiqib qoldi-ku, salondan Cobalt olib qo'yilgandi. Bizning kanallardan emasda, fake kanallardan. Mana bitta ikkita mashina furish eski videolarni olib Osiyo deb yozdirib chiqarishyapti-da uni. Shunday. Fake kanallar. Unday u videolar bizning kanalimizda o'zidan qidirsangiz 2024 oxiri 2025 boshi bo'lib chiqadi-da. Chunki Midnight Cobalt chiqqan payti 2024 oxiri bilan chiqdi, 25 ga sotuvga chiqdi. Midnight Cobaltda. O'sha payt avtosalonda videolarini qo'yib yuborishdi-da. Ha, mayli. Bu ham bir yaxshilik-da. Nimadir qilib bo'lsa ham shu dekabrgacha bormasin deyishyapti-da. Odamlar o'zi biladi. Mayli-da, qarang do'stim. Bu 2019, 2023larni hozir 100 millionga olaman-da. Ana chin guringni boshlaylik. Bo'layotgan haqiqat guringlarda 110 gacha qarang, tushuntirib ketaydi. 110 milliongacha 2023da 10 ming, 15 ming yurganini olaman. Agar bir kurik yurgan bo'lsa 100 gacha olaman. 23 haqida gaplashamiz, yangisi haqida. 22 ni 95, 98 gacha olinayotdi. Endi iloji yo'q. Patala olinsa ham 90, 92 milliongacha olinadi. Holatiga qarab. Bu 2019. 2019da olinayotgan narxi 75-77 million ichida. Endi u pulga olib bo'lmaydi. Chunki salon minusga berdi. Minusga bergani endi oddiy eng trendga bo'lib turgan mashina Cobalt o'zini qadrini yo'qotmay turadi. Avtosalon faqat Cobalt ustiga narx qo'yadi har yili. E'tibor bersangiz, 2 marta narx ko'tarilsa ham Cobaltning narxi ko'tarilaydi. Boshqa mashinaga qo'ya olmaydi, lekin Cobaltga qo'yib kelayotdi. Mana endi shu narsa minusga ketib boshladi. Endi har yili 2-3 marta minusga beradi Cobaltlar ham. Chunki kim 100% garantiyasi bilan aytaman, bizlarni oladigan pulga bu mashinalarimiz arzimaydi. Ana endi buni haqiqatligini bilib qolamiz. Nima sabab bo'ladi, bilasizmi? Hamma turdagi mashinalarning kirib kelishini evaziga bizlarni da'vomiz pulga qimmatligini bilamiz. Chunki kirib kelayotgan mashinalar arzon. Hozir 270 millionga Tracker olaman degan odam 270 millionga Xitoyda zo'r mashina oladi. Koreya zo'r mashina oladi. Ko'payib ketdi-da. Komforti kuchli. O'shanga bularni sal kelishtirib ayting. Mehmon ekansiz, maydalashmay so'rayman, xo'p? Ismingiz nima aka? Muzaffar aka. Bo'ladi desangiz, mayda chuydasiz baravar qilib 70 million beraman. Chiroyli narx so'radim. 70 dan pastga bering demoqchi edim. Mehmonligingizda ham inobatga ol 70 so'radim. Yo'q, unday demang. Shu mashina olsammikan. O'zi serverda. O'zi aytdi, soat nima qilishim kerak deb sotib berdi. Generalni chiqadimi? General chiqadi. O'zi uzoqqa ekan, Chiqadi. beradimi? Chiqadi. Ha, nech pullar sotding ham? 80 larni chutlagansilarmi? Yo'q, 80 larga. Yo'q, 80 lar to'g'ri kelmaydi, bilaman. O'shani chutlagansizlarmi? Olib bo'lmaydi 80 ga kim oladi buni? 80 larga to'xtab, kam 85-90 lar. Oho. Surxondaryoga shunday balandmi hali ham narxlar? Yo'q, Surxondaryoga olamiz 90 lar shu mashinalar. Bizga qarang, mana yolg'on chaksiz, mana Instagram ko'rib kelayotgan ekansiz.
22 bo'lsa 90-95 gacha olamiz. 22 nida 19 Mokri Svet kraskasi bor, bir kuruydan o'tganini olmaydi bizga u pullar, umuman olmaydi. 80 desangiz ham o'ylanib qoladi. 80 ga olamiz, 80-85 gacha avtomat bo'lsa bu. Avtomat lukli bo'lsa olamiz. Mana ochiq yuringda, endi mehmonsiz. Tushuntirib gapiryapman-da. Didiz ancha baland. Niyetimiz 80 ga to'lmaydi. Oho. Aytgan narxim, menga shuni aytgan oxirgi taqalayotgan narx. Siz bir ish qiling, telefondan gaplasha olasizmi yigit bilan? Keldim, narx-navolar mana shunday, yana skidka bergan. Xolasangiz, mashina sherga turadi, bozor. Bizani bozor, Qarshini bozor yo'lda yig'iya. Shu borib ko'rdingizmi? Aytilishini emas. Birortadan qo'lini ushlab, aka, men buncha beray deyotgan ustiga bo'ling-da. Aytilishi bizankilar ham sizlarda baland aytib turadi. 50 million sotilayotgan narsani ham 100 million, 90 million deb turaveradi. Ha, lekin savdoni ko'ring, ana men buncha beraman deb qo'lini ushlab savdo qilayotganni. Ha, unday narsa menimcha kam, lekin ko'rib qolsangiz ham ana o'shaning ustidan chiqsangiz narx-navolarni bilib olasiz. Odamlar og'izdagi narxni olib aytaman desangiz, hali narxlar tushmagan. 2024 da narxini aytishyapti ular. Nima qilamiz buni? Yo'q, bu narxlar to'g'ri. Siz bitta so'rang-da. Og'ayingizdan bir so'rang, ha. 70 million so'rayaptilar. Biror nima kam bo'lsa, qo'shib aytib ko'raylik. Odam ko'p, balkim sotilarding. Men ola olmasam ham siz sota oling. Xo'p? Bu degani bir oxirini akanchatilni biling. Endi hozir o'zingizniki bo'lsa edi, bir siltalab, yoqdan bu yoqdan qilib 1 million, 2 million qo'yib so'rab ko'raychidim. Hozir siz og'ayingizniki ekan, endi buni men buncha deb ayta olmayman-da. Siz ham bera olmaysiz baribir. To'g'rimi? Bitta so'rangmi? Aniq qilib so'rang, oxirgi narxi.